Chayonlar suqmog'i. Bu Nabijon Hoshimov tomonidan yozilgan asar bo'lib, unda mustaqil O'zbekiston Respublikasiga tahdid solgan ichki va tashqi g'animlarning faoliyati haqida hayotda adashgan ayrim yoshlarning ayanchli qismati yoritilgan. Asarda Markaziy Osiyo xalqlari o'rtasidagi o'zaro do'stlik va umumiy dushmanga qarshi hamjihatlik bilan olib borilgan kurashlari, yoshlar o'rtasidagi vatanga va sevimli yorga bo'lgan samimiy muhabbat tuyg'ulari badiiy bo'yoqlar hamda sarguzashtli voqealar tarzida qiziqarli bayon etilgan. O'quvchi asar qahramonlari bilan birga O'zbekistonning maftunkor tabiatini his etadi va yaqin o'tmishda mamlakatimiz va qo'shni davlatlarning barqarorligi uchun mavjud bo'lgan xavflarni eslaydi. Asar O'zbekiston ozodlikka erishgach, endigina taraqqiyot sari dadil qadam tashlayotgan davrda bo'lib o'tgan real tarixiy voqealarga asoslangan bo'lib, muallifning badiiy to'qimalari bilan boyitilgan. Nabijon Hoshimovning Chayonlar suqmog'i asaridagi asosiy qahramonlarning tahlilini keltirsak, har bir qahramon o'z xarakteri, qilgan tanlovi va hayotiy sabog'i bilan asar g'oyasini ochishga xizmat qiladi. Normurod asosiy qahramon xarakteri. Dastlab adashgan, tushunmagan, hissiyotga berilgan, diniy radikal g'oyalarga aldanib qolgan yigit. Keyinchalik o'z xatosini anglab, afsuslangan, to'g'ri yo'lga qaytmoqchi bo'lgan vijdonli va halol yigit. Ramziy ma'nosida Normurod bu ko'zini haqiqatdan yummagan, hayotda yo'lidan adashgan bo'lsa-da, vijdoni uyg'ongan yoshlar timsolidir. U orqali muallif yoshlarning aldovga uchrashi va ularni qayta to'g'ri yo'lga boshlash mumkinligini ko'rsatadi. Inspektor, huquq targ'ibot xodimi. Xarakteri mehnatkash, oqil, xalq va yurt dardini yuragiga olgan. Jinoyatchilarni jazolashdan ko'ra adashganlarni to'g'ri yo'lga boshlashni xohlaydi. Ramziy ma'noda esa u davlat vakili sifatida odamlar qalbiga yo'l topa oladigan insoniy adolatni ifodalaydi. Uning og'riqli xo'rsinishi va g'amxo'rligi asarning dramatik kuchini oshiradi. Normurodning onasi va oilasi. Ota-ona mehribon, ammo o'g'lining adashganligini kech payqab yetadi. Ular Normurodni sog'ingan, unga ishonadigan va hali ham uni kutayotgan insonlar. Har qanday og'ir xato orqasida ham ota-onaning ko'z yoshi va umidi turadi. Radikal guruh rahbarlari, ya'ni g'arazli kuchlar, o'z manfaatini ko'zlagan, yolg'on va aldamchilik bilan yoshlarni yollayotgan, diniy g'oyalarni noto'g'ri talqin qiladi, insoniyat va vatanga dushmanlik qiladi. Ramziy ma'noda ular chayonlar jamiyatining ichkaridan zaharlovchi, yosh ongini egallashga urinayotgan xavfli kuchlardir. Muallif har bir qahramon orqali yaxshi-yomon, adolat-zulmat, haqiqat-yolg'on kurashini ko'rsatadi. Qahramonlarning o'zgarishi va qarorlaridan esa asosiy xulosa chiqadi. Insonning eng katta dushmani o'zining bilimsizligi va ko'zi yumilgan vijdonidir.